Xudo hattoki men odamni yarataman deganda farishtalar ey Xudo bular senga bo'ysunmaydi, qon to'kadi, urush janjal qiladi, nima qilasan biz turganda bularni yaratib degan farishtalar. Xudo iftorlik paytda bizni deb faxrlanar ekan Xudo. Farishtalar qara hammanglar ekan. Ramazon oyida iftorlik paytda ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib yemay o'tirish. Nimaga yemayapti? Ha sen yema degding, yemayapti. Senlar nima degding? Itoat qilmaydi degdingmi? Ha. Guvoh bo'l hammanglar ekan. Trillion farishtaga. Hammang guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadidir ekan. Ana endi o'sha paytda biz butun yurak, qalb, butun vujudimiz bilan dasturxonni solib qo'yib haqiqatda yemayapmiz. Nimaga yemayapmiz? Xudo yema degani uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyini ro'zasini tutgan odamni jasadi do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekinib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochiqchasiga